Assalomu alaykum, Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari. Videolarimizni bitta ham qoldirmay ko'radigan muxlislari, sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni balandida telefon raqamlarimiz bor, Telegram ishlab o'tiribdi. Texnika agregatlaringizni Telegramga tashlaysiz, biz bu yog'ini bomba qilib chiqaramiz. Sizdan arzimagan like, kanalimizga yangi bo'lgan obunachilar podpiska bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib, o'zingizga kerakli texnikalarni обязательно kommentariyaga yozib qo'ying. Biz ko'p gapirib o'tirmay, eng zo'r texnikalarimizni bugungi sonidagini boshlab beramiz. Qani ketdik, bugungi sonimizni pul topar o'sha moshinchamiz bilan boshlab beramiz. Gaz 53 samasvalni polni agon holatdagisi. Pulni pachka topadigan, qarochi o'sha moshinchamiz Namangan viloyati Uchqo'rg'on. Bu sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan gaz 53 samasvalchamiz. 1989-yil ishlab chiqarilgan. Motor korobka biror joyda 1 gram rasxodi yo'q. Korobka gaz 53 korobka. Balonchalari yangi. 7 ta metanam ustanovka qilingan, surogi 2032-yilgacha. Sostenasi qarochi ideal, olib mingan odam baraka topadi, maza qiladi deyaptilar. 100% javob, 100% garantiyasi bilan beriladi. Narxiga kelsak, $8000 bu aytiladigan narxi. Real olaman deyotgan bo'lsa, telefon qilsin, kami bor, kelishamiz deganlar qolgan ma'lumotni Namangandan olasiz. Ana endi yana eng arzon narxdagi T28 traktorimiz orqasidagi tilichkasi bilan birga kamplik bo'ladi. T28 da ham bunaqa arzon narxdagisi bo'lmagan. Samarqand viloyati Bulung'ur, bu sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan polnama joyi radnoyday traktor. Sostenasi ideal, motor korobka umuman kamchiligi yo'q. Hamma joyi boyovoy, hamma joyi ishga tayyor. Starter akkumulyatorlar bor, dokumentlari bor. Faqat olib minsangiz bo'ldi, umuman biron joyda xarajati yo'q. Aytib o'tganimizdek, tilichkasi bu, tilichkani holati ham zo'r, ramalari butun, setkalari bor, umuman buni ham kamchiligi yo'q. Ikkovini birga 26 million narx qo'yilgan. Bu juda ham arzon narxda, yana real olaman deyotgan bo'lsa, kelib ko'rsin, kami bor, kelishamiz, pul zarurligi uchun srochni sotilibdi dedilar. Telefon qiling, qolgan ma'lumot telefonda, o'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumot telefonda olishingiz mumkin. Ana endi texnikangizga arzon, ishonchli, garantiyalik agregatlar qidirib yurgan bo'lsangiz, akamizning nomerlari pastda. O'zingizga kerakli любой agregatni taxlab beradilar. Tayyor agregatlarimiz ham bor, конечно. Selka, kultivatsiya, aylanma pluglarni любой turidagisini даже 1 yil garantiyasi bilan baqvat qalin temirlardan yasab beramiz deyaptilar. Yana turbo kombaynlarimiz bor. Любой don mahsulotlarini tozalaydigan, yana любой don mahsulotlarini ekadigan selkalargacha даже taxlab beramiz deyaptilar. Tayyorlari ham конечно bor. Telefon qilasiz, o'zimiz telefonda gaplashamiz. Ana endi kultivatsiyalar hozirda modda bo'lgan 76, 80, 90, 60 ga bo'ladigan kultivatsiyalarimizni ham yasab beramiz, juda ham arzon narxda deyaptilar. Telefon nomerlar pastda. Kelishib bilsak, O'zbekistonning 12 ta viloyatiga ham dastavkalarimiz bor. Hamma agregatlarimiz конечно garantiyasi bilan 1 yilga taxlab beramiz deganlar. Tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumotlarni telefonda olishingiz mumkin. Tortinmay telefon qiling. Ana endi inja Buxoro deb, Buxorolik akalar bormi? Buxorolik akalarimiz uchun ham turetskiy selkachamizda yangiday holatdagisi bor. Любой don mahsulotlarini ekadigan selka qidirib yurgan akalarimiz uchun Buxoro viloyati Jondor, qani ketdik sizlar uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan mana shu yerda ko'rib o'tirgan turetskiy selkamiz. Holati ideal, biror joyda kamchilik yo'q. Hozir buni ishlatadigan odam yo'q, akamiz o'zlari Rossiyada ekanlar. Esicha rossiyskiy nomerlarini qoldiramiz. WhatsApp orqali ham bog'lansangiz bo'ladi. Любой don mahsulotlarini ekadi. Yana o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlar bo'lsa, O'zbekiston, Rossiya nomerini pastda qoldiramiz. Bemalol bog'lanib o'zlari bilan kelishsangiz bo'ladi. Hozirda narxi 55 million deyilibdi. Bu aytiladigan narxi real olaman deyotgan bo'lsa, yana kami bor, kelishamiz deganlar. Tortinmay telefon qiling, qolgan ma'lumot Buxoroda. Xorazmlik og'alar bormi sizlar? Qani ketdik sizlar uchun 2 ta agregatchamiz bor, bitta tilichka, bitta kepenchamiz bir joyga, ikkovi ham sotiladi. Xohlasa adelni, xohlasa kamplik. Tilichkachamizning holati ideal, balonchalari zo'r, ramalari butun, svarka tegmagan, garantiyalik, hamma joyi boyovoy, ishga tayyor, olib ishlatsangiz bo'ldi. Bundan tashqari bakamizda yana kepenchalari bor ekan, любой texnika o'sha tortadigan zavodskoy kepen, bu ham sotiladi. Ikkovini narxini telefon qilib, ma'lumotlarini ham telefonda olishingiz mumkin. Narxini ham telefonda kelishasiz, tortinmay telefon qiling. Qolgan ma'lumotlar hammasi Xorazm viloyati Hazarasibda.
Ana endi kasilkani zo'ri, kasilkani yangisidan qidirib yurgan akalarimiz uchun yana o'sha Buxorolik akalar qani ketdik sizlar uchun bo'ladi. Buxoro bugun aktiv Buxoro viloyati Romitandan mana shu yerda ko'rib o'tirgan routerning kasilkamiz. Rossiyadan kelgan 2022-yil ishlab chiqarilgan, holati ideal, juda ham kam ishlagan, biror joyda kamchiligi yo'q. Videolari ham bor, ko'rasiz, baholaysiz, yo'qsa telefon qilasiz. Narxiga kelsak 300 million bu Rossiyadan kelgan kasilkamizga yana o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlar bo'lsa telefon qilib telefonda olishingiz mumkin. Narxini ham kelishsangiz bo'ladi, tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan luboy ma'lumot Buxoroda. Ana endi yana Buxorolik obunachilarimiz Buxoro Romitan bugun Champion Z511 press apparatini bu ham yangiday turgani, juda ham kam ishlagani bo'ladi. Qani ketdik Buxoro, like'larni bosgan bo'lsangiz sizlar uchun Z511 da bombasi. 2020 ishlab chiqarilgan, holati ideal, juda ham kam ishlagan, sostenasi yangiday, hamma narsasi radnoy turibdi dedilar. Telefon qilsangiz to'liq ma'lumotlar. Telefonda narxi $5000 bu aytiladigan narxi real olaman deykan kelib ko'rsin, kami bor kelishamiz deganlar, qolgan ma'lumot telefonda. Ana endi polni remontdan chiqqan, polni kapitalni krasavchigimiz bor. Hali ko'p narsasini qo'yishga uspet qilmadik dedilar, lekin hamma joyga 100% javob, hamma joyga 100% garantiyasi bilan polni Rossiya bosilgan texnika Belarusimiz, mayda kabinkamiz agregatlari bilan birga juda ham arzon narxda beramiz. O'zimiz uchun qildik, prosta pul zarur bo'lgani uchun sotamiz deyaptilar. Samarqand Bulung'ur bu sizlar uchun eng arzon narxdagi MTZ Belarusimiz polni agregatlari bilan xohlasa adelni, xohlasa kampilik ham sotib yuboramiz deganlar. Motor korobka polni remont bo'lgan, polni Rossiya. Dozator enchi yaqinda qo'ydik, ular ham polni Rossiya, polni rollarigacha, gidravlika qilingan, dozatorlarigacha hammasi yangi bosilgan. Starter akkumulyatorlar bor, dokumentlari bor. Karochi olib minish kerak, hamma joyga 100% javob deyilgan. Yana bu traktorimizga qo'shib beriladigan aylanma plugi bor ekan, yangi taqlangan, hali ishlatilmagan, bu qo'shib beriladi dedilar. Yana doğru sepkichi bor ekan. Buni ham videolari o'tadi, ko'rasiz, baholaysiz. Chizili universal kultivatsiyasi hamma agregati bilan birga narxini telefonda aytib eshitasiz, xohlasangiz kampilik, xohlasangiz adelni kelishtirib beramiz deganlar. Traktorda bu holatiga e'tibor bermaysiz. Traktor 100% javob, 100% hamma narsasi bor, hamma narsasini qo'shib beramiz. Prosta remontdan chiqarganimiz uchun hamma narsasi olib qo'yilgan deyaptilar. Telefon qiling, juda ham arzon narxdagi Belarus, qolgan ma'lumot Samarqand Bulung'urdan, narxlarini ham Samarqand Bulung'urdan aytib eshitsangiz bo'ladi. Tortinmay telefon qiling. Mana bu yerda o'radigan ishlatganmiz, bug'doy hamma narsa o'radi. Aybi yo'q, yangi olganmiz. Vertikalni pichog'i bor, uyda turibdi. Hamma joyida. Tepasi katta parra, tagi kichkina parra, ikki parralik ishlab turgan narsa. Ko'rishingiz mumkin. Persepda turibdi. Persep ham sotiladi, o'zi ham sotiladi. Bahosi $1000 deyapmiz. $1000. Atiga 1 gektar o'rgan xolos bug'doydi. Atiga 1 gektar bug'doy o'rgan xolos. O'zimizning uyda. $1000 bahosi. Mana eshitib turibsiz, Farg'ona viloyati Oltiariq qani ketdik bu sizlar uchun edi. Mana shu yerda ko'rib o'tirganini mini motoblok jatkalari bilan birga holati ideal, hamma ma'lumotini akamiz chotki qilib aytib o'tib ketdilar. Biror joyda kamchilik yo'q, hamma narsasi yangi, hamma narsasi radnoy. $1000 kami bor. Kelishamiz deganlar, tortinmay telefon qilib o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni yana olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Ushbu traktorimiz sotiladi. Hop. Motor korobka hammasi nahoda tayyor holatga keltirib qo'yilgan. Akkumulyator starterlari bor. Balonlari bir sezon ishlagan. Mana bunaqa turlari ham turibdi mana. Yangi komplektida silka, kultivasiya bor. Holati a'lo darajada. Komplektida mana bu kultivasiyasi bilan birga.
Ana endi bu traktorchamiz Namangan viloyati Norin sizlar uchun bo'ladi. Namangan laykchalarni tirsillatasiz sizlar uchun T28imiz, komplet agregatlari bilan lastikamiz sizlar uchun bo'ladi. Polni programma o'zimiz uchun noldan yiqqanmiz. Hamma joyga javob, hamma joyi Rossiya bosilgan deyaptilar. Prosta hozirda minadigan odam yo'qligi uchun majbur bo'lamiz sotishga deydilar. Balonchalar yangi stator akkumulyator joyda zavodit bo'ladi. Polni dokumentalni yana o'sha qo'shib beradigan kultivatsiyasi bor ekan, yana selkasi bor, makka, semichka, mosh, pashtilli bo'yda mahsulotlarni ekib beradi. Agregatlari bilan birga ma'lumotlarni aytib o'tib ketdilar. Narxi 37 million deyaptilar. Bu aytiladigan narxlari kanishda telefon qilsangizlar yana o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni, narxlarni olishingiz mumkin. Tortinmay telefon qiling, qolgan ma'lumot Namanganda bo'ladi. Namangan qani ketik sizlar uchun. Ana endi gaplashamiz anjanchasiga deb. Anjanlik bratlarimiz bormi? Ko'pchilik obunachilarimiz qidirib yurgan o'sha T16 pat traktori onlaynga polni programma 3 metrlik qilib taxlangan jatkasi bilan birga ishlab turgani garantiyaligi bu ham. Andijon Qo'rg'on-Tepa layklarni tirsillatinglar qani ketik sizlar uchun. Motorchasi polni zo'r holatda, mo'y rasxodi yo'q. Zadnimoz korobkalar ham ishga tayyor. Yarim kalitda stator akkumulyatorda zavodit bo'ladi. Aytib o'tganimizdek o'sha 3 metrlik onlagidan keyin jatkasi bu. Pashtilli bo'yi o't mahsulotlarini o'raveradi, garantiya 100% javob deyaptilar. Telefon qilsangiz yana o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Videolari bor, ko'rasiz, baholaysiz. Narxi 50 million, bu juda ham arzon narxda. Real olaman deyotgan bo'lsa yana kami bor kelishamiz deganlar. Tortinmay telefon qiling, qolgan ma'lumotni aniqlaymiz. Ana endi Xlebnik Gorod Toshkent sizlar uchun bo'ladi. Turkiyalik so'li katta kabina Belarusimiz pashta radnoy desak ham bo'laveradi. Hamma joyi 100% garantiyasi bilan birga beriladigan Belarus traktorimizni bomba atakisi Toshkent qani ketdik quyi chirchiq laykchalarni tirsillatinglar sizlar uchun eng arzon narxdagi Belarusimiz. Motorchasini polni Gliza Porsche hamasini yangi urganmiz. Zadnimoz korobkalari hali ochilmagan garantiya. Skordan tashlamaydi, vomlari ishlaydi. Balonchalari ham pashti yangi, stator akkumulyatorlar yangi, yarim kalitda zavodit bo'ladi. Rollari gidravlika, polni dokumentalni biror joyda 1 gram xarajat yo'q. 1990-yil ishlab chiqarilgan traktor. Ogohdan maza qiladi, baraka topadi traktor. 100% javob, 100% hamma joyini taxlab qo'yamiz. Olib faqat ishga tiqib pulni topsangiz bo'ldi. Yana qo'shib beriladigan chizili bor, chizili bilan birga komplet 70 million narx qo'yilgan. Bu aytiladigan narxi. Telefon qilsangiz yana kami bor kelsangiz bo'ladi. Qolgan ma'lumotni Toshkent viloyati Quyi Chirchiqdan olasiz. Toshkent laykchalarni tirsillatinglar sizlar uchun boyovoy holatdagi qisqaday Belarusimiz. Bu hammasi sizlar uchun. Ana endi yana bitta yangiday vipuska Turkiyalik so'ligi MTZ Belarusimiz bor. Bu ham polni kapitalni, remontdan chiqqan kapitalni krasavchigimiz, polni mehr, polni tuyning shunga qilingan Samarqand bulung'ur qani ketdik layklarni tirsillatinglar. Sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan 1989-yilda ishlab chiqarilgan Belarusimiz. Holati ideal, motor korobka hamma joyi noldan remont qilib chiqilgan. Rollari gidravlika, vomlari ishlaydi. Biror joyda biron xarajat yo'q, даже balonlarigacha yangi, elektronika ishlarigacha polni qilingan. Olib minasiz, kayfiyimni aytib yurasiz, biron joyga xudo xolasa 1 gram xarajat qilmaysiz deyilgan. Telefon qiling, qolgan ma'lumotlar telefonda. Narxi 70 million, buni ham videolari bor, ko'ring. Yo'qsa baholang, qolgan ma'lumotni Samarqanddan oling. Samarqand layklarni tirsillating sizlar uchun yangi vipuskadan 1 gram qolmaydigan Belarusimizni ma'lumotlari edi. Ideal holatdagi press apparatni agoni bo'ladi. Narxi ham juda ham arzon narxda. Namangan viloyati Ming blok. Bu sizlar uchun bo'ladi. O'sha hamma bilgan qirg'iz press apparati, man degan press apparatni tayga qoldiradigan
press apparatni agoni bu ishlagancha hozirgi press apparatlar ishlasa titilib yo'q bo'lib ketgan bo'ladi. O'sha hamma bilgan legendarni qirg'iz press apparatimiz sizlar uchun sostenasi ideal, hozir ham ishlatyapmiz, ishga tayyor, polni kapitalni remontdan chiqarganmiz, 100% javob beramiz deganlar. Shunaqasidan bombasdan qidirib yurgan bo'lsangiz, telefon nomerlar pastda telefon qilasiz. Narxini ham o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni ham telefonda olasiz, tortinmaysiz. Ana endi bu yo'g'i eng arzon narxdagi traktorchalarimiz qo'lli Navoiy viloyati Qiziltepa bormisizlar, laykchalarni sizlar ham tirsillatinglar. Sizlar uchun o'sha TTZ traktori orqasidagi kir paltarasi bilan birga komplet bo'ladi. Ko'pchilik obunachilarimiz o'sha 76 ga traktor qidirib yurgan edi. 76 qilib taxlangan polni boyovoy holatdagi TTZ traktori holati ideal holatda. 1998-yil ishlab chiqarilgan. Motorchasi qara motor, yangi bosilgan. Zadnimoz korobka umuman kamchiligi yo'q. Yarim kalitda stator akkumulyatorda zavodit bo'ladi. Polni dokumentalni o'sha aytib o'tganimizda 76 barta o'ylab qo'yib, 76 paxtaga moslab qo'yilgan traktor ishga tayyor deyaptilar. Ana endi aytib o'tganimizda o'sha yangi kir paltarasi bor ekan, atiga 1 sezon ishlagan, o'shandan beri turibdi. Umuman biron joyda kir paltarani ham kamchiligi yo'q, olib ishlatsangiz bo'ladi. Hammasi boyovoy ishga tayyor. Komplegiga 55 million bu aytiladigan narxi real olaman deykan, telefon qilsin, kami bor, kelishamiz deganlar qolgan ma'lumotni Navoiy viloyati Qiziltepadan olishingiz mumkin. Ana endi yerini hayda olmay texnika qidirib yurgan akalarimiz uchun yer haydash xizmati bo'ladi. Juda ham arzon narxda. Texnikalarimiz ham, agregatlarimiz ham hammasi yangi deyaptilar. Puluk, diskiy barana, chizil, luboy turdagi yer haydash xizmatini qilib yuramiz. Juda ham arzon narxda deyaptilar. Iloji bo'lsa Samarqanddan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Kattaroq ob'yomga bo'lsa Luboy oblastga ham borib ishlab kelib yuramiz deyaptilar. Telefon qilsangiz telefon nomerlar pastda bo'ladi. O'zingizni qiziqtirgan Luboy ma'lumot qanchadan qanchaga 1 gektar yerda haydaladi, aytib eshitib bemalol o'zlari bilan kelishsangiz bo'ladi. Tortinmay telefon qiling. O'zingizni qiziqtirgan Luboy ma'lumotlar hammasi telefonda bo'ladi. Ana endi pulim boru, qayerga pulni uray, qanaqa biznesga tiqay degan bratlarimiz uchun bir to'da bizneslar, biznes deyalar, tayyor klientlari bilan hamma narsasi sotiladigan bizneschalarimizni boshlab beramiz. Farg'ona viloyati Oltiariqdan. Qani ketdik Farg'ona. Layklarni tirsillatasizlar. Sizlar uchun tayyor biznes, tayyor pul topadigan ish, to'y va marosimlar uchun zamonaviy ko'rinishda jilov sochadigan sahna bezaklari, zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan har xil stullari, polni hamma narsasi, даже kelin kuyovlarimiz uchun ham tayyor sahna stullarigacha bor deyaptilar. Tavaq, kosa, qo'shiq hamma narsasi, даже 10 metrdan 40 metrgacha yig'sa bo'ladigan navesnoy palatkasini pardalari ustidan issiq, sovuq, yomg'ir hech nima o'tmaydigan garantiyalik o'sha palatkalari, даже tachkalari kerak bo'lsa o'sha tachkasini tortib yurgani moshinlari bilan birga komplegiga tayyor biznesni sotamiz deyaptilar. Shunaqasidan qidirib yurgan bo'lsangiz, biznes qilaman degan bo'lsangiz, tortinmay telefon qilasiz. Akamizning nomerlari pastda bo'ladi. O'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Juda ham arzon narxda beramiz deyaptilar. Tortinmay telefon qiling. O'zingizni qiziqtirgan luboy ma'lumotlarni Farg'ona viloyati Oltiariqdan olishingiz mumkin. Qana farg'onalik bratlar, laykchalarni tirsillatib, kommentariyaga o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Bu sizlar uchun edi tayyor biznes, tayyor soqqa topadigan ish.